Python dasturlash asoslari kursini birinchi darsi. Python dasturlash asoslari. Biz Python dasturlash asoslarini 7 bo'limga bo'lib o'rganamiz. Birinchi bo'limda Python asoslari bo'limi, ikkinchi bo'lim Python funksiyalari, uchinchi bo'limda Python ma'lumot tuzilmalari, to'rtinchi bo'lim Python obyektga yo'naltirilgan dasturlash tushunchalari, beshinchi bo'limda Pythonda istisnolardan foydalanish, ya'ni xatoliklar ustida ishlash, 6 bo'lim fayllar bilan ishlash, 7 bo'lim Tkinter modeli, ya'ni Pythonda UI yaratish kabi 7 ta bo'limga orqali Python dasturlash asoslarini o'rganamiz. Shundan birinchi Python asoslari bo'limida birinchi, ikkinchi mavzuimiz kiritish va chiqarish operatorlari va o'zgaruvchilar bo'ladi. Dasturga qaytsak, Pythonda kiritish va chiqarish operatorini xuddi shu Google Colab saytida nima orqali o'zingizga yon daftarcha sifatida foydalanib dasturni kodini hamda dasturga yoziladigan kodni izohini saqlash uchun yon daftarcha sifatida ishlatishingiz mumkin. Mana kod tugmasini bosib, kod yozadigan oynasiga print salom dunyo so'zini yozaman va run berish tugmani bosaman. Salom dunyo so'zi mana browserda natijani olamiz. Ya'ni bu Google Colab sayti dasturchilar uchun Python kodlarini yozish, saqlash va ishga tushirish hamda tekst matnlarni saqlash uchun yon daftarcha sifatida ishlatiladigan veb sayt. Bir Googlening tekin xizmati. Barcha yangi boshlovchilar ham mana shu Google Colab saytidan foydalanib, o'ziga yon daftarcha sifatida ma'lumotlarni kiritib, saqlab o'rgansa bo'ladi bemalol. Darsga qaytadigan bo'lsak, print va input kiritish va chiqarish operatorlari. Print operatori bu Pythonda chiqarish operatori, ya'ni salom dunyo. Print bu pechat, ya'ni ma'lumotlarni chop etish operatori yoki funksiyasi deb yuritiladi. Ikkinchi funksiyamiz bu input operatori. Input bu ma'lumotlarni kiritish operatori sifatida ishlatiladi. Ya'ni name o'zgaruvchisiga ismingizni kiriting va print orqali o'sha kiritilgan ismni ekranga chop etamiz. Natijani ko'rish uchun mana salom dunyo so'zi dastlabki birinchi qatorda print funksiyasi ishladi. Natijada salom dunyo so'zi chiqdi. Ikkinchi qatorda dastur tepadan pastga o'qib kelishida name o'zgaruvchisidagi input operatorining natijasini, ya'ni qiymat kiritishimizni so'rayapti. Name o'zgaruvchisiga qiymat Shohrux qiymatini, ya'ni ismni qiymat sifatida beramiz va enter tugmasini bosamiz va uchinchi qator print funksiyasi ishga tushib, Shohrux so'zi kiritgan Shohrux degan qiymatimiz chop etadi. Pythonda kiritish va chiqarish operatorining vazifasi xuddi shu. Qo'shimcha sifatida aytadigan bo'lsak, ikkita o'zgaruvchiga Pythonda ikkita qiymat kiritishimiz ham mumkin. Input va split operatorlari yordamida. A, B o'zgaruvchisiga bitta qatorda ikkita qiymat kiritishimiz uchun input operatoriga yonida split operatori yordam beradi. Va print Pythonda faqat bitta o'zgaruvchini emas, bir necha o'zgaruvchilarni print operatori orqali chop etishimiz mumkin. Mana dasturni saqlab ishga tushiramiz. Dasturda hech nima chiqmadi. Sababi konsolda mana shu joyiga input operatoriga foydalanuvchiga ko'rinadigan qilib bitta matn yozishimiz kerak edi. O'shaning uchun
Bu yerga A va B ning qiymati to'g'ridan to'g'ri kiritaman. A ga 5, B ga 7 va enter raqamini bosaman. Enter bosilgandan keyin print operatori 5 va 7 raqamini chop etadi. Pythonda kiritish va chiqarish operatori xuddi shu vazifani bajaradi. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, print bu ma'lumotlarni chop etish vazifasini bajaradi. Input o'zgaruvchilarga foydalanuvchi tomonidan ma'lumot kiritish uchun yordam beradigan funksiya. Keyingi mavzumiz Pythonda o'zgaruvchilar mavzusi, ya'ni Pythonda o'zgaruvchilarni e'lon qilish yoki o'zgaruvchilarni yaratish desak to'g'ri bo'ladi. Men name o'zgaruvchisini yarataman. Name ga qiymat sifatida o'zimni ismimni yozaman. Ya'ni o'zgaruvchining nomi name bo'ldi, o'zgaruvchining qiymati bu Shohrux bo'ldi va tenglik belgisi bu yerda operand deb yuritiladi. Name o'zgaruvchisini Shohrux qiymatiga tenglab beradigan operand. Pythonda o'zgaruvchilar yaratish qoidalari bor. Pythonda o'zgaruvchilar yaratganda oldida kuchukcha belgisi yoki boshqa turdagi simvol ishlatilmaydi, faqat bitta simvol ishlatiladi, ya'ni past chiziqcha, tag chiziqcha, ism teng Shahlo masalan. Bunday qilib o'zgaruvchi yaratsak to'g'ri, yoki user yo'q, full name deylik. To'liq ismimizni yaratishimiz uchun ikkita so'z birikmasidan foydalanib o'zgaruvchi yaratishimiz mumkin. Ikkita so'z birikmasi ham to'g'ri shakldagi o'zgaruvchi deb yuritiladi. Ism, familiyamni bosh harflarini yozib qo'ydim to'liq ism sifatida. O'zgaruvchilarni e'lon, ya'ni yaratishda ism past chiziqcha 1 yoki ism yonida raqam ko'rinishda nima o'zgaruvchi yaratish mumkin. Bu o'zgaruvchi yaratish uchun hech xatolik deb qabul qilmaydi, faqat simvol o'zgaruvchilar orasida yoki boshida yoki oxirida boshqa turdagi simvol ishlatilmasa bo'ldi. Faqat bitta simvol, mana shu past chiziqcha simvol ishlatiladi. Bu past chiziqcha tekstni, ya'ni matnni o'zgaruvchini boshida kelishi, oxirida kelishi yoki o'rtasida kelishi mumkin. Masalan, ism past chiziqcha teng mana shu Johnny, masalan, xullas shu usulda bo'lsa ham, bu yaratilgan o'zgaruvchi mana o'zgaruvchi yaratish qoidalariga mos holda yaratilgan o'zgaruvchi deb yuritiladi. O'zgaruvchi yaratishga teskari bo'lgan o'zgaruvchilar bu xato turdagi o'zgaruvchi yoki bu xato turdagi o'zgaruvchi. Yana oldida raqam tursa, bunday qilib o'zgaruvchi yaratish ham xato, yoki bo'lmasa Pythonning o'zini standart funksiyalari input operatorini o'zgaruvchi sifatida yaratish mumkin emas. Yoki boshqa turdagi Pythonning o'zining standart kalit so'zlarini o'zgaruvchi sifatida yaratish xato bo'ladi. Shuning uchun Pythonda o'zgaruvchi yaratishni o'zining qoidalari bor. Bu qoidalarni men aytgan o'sha Google Colab saytidagi men tashlagan link orqali mana shu darslik o'zgaruvchilar mavzusida bemalol ko'rib o'zingizga bir darslik sifatida, yon daftarcha sifatida qarab bemalol o'rgansangiz bo'ladi.